Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ey yo, agar Grox o'ladigan bo'lsa, aholining ahvoli nima kecharkin? Xo'sh, la'nati, senda bir muhim topshiriq bor. Hozir aholining o'rtasiga chiqasanda hammasiga qarata yer la'natlari deysan. Qana bo'la qol. Yer la'natlari. U men aytganday ayta olmadi. Tushunmadim. Men hozir o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kimdir Groxni otib o'ldirdi. Va nihoyat biz ozodmiz. Biz ozodmiz. Demak, Minecraft aholisi Grox o'ldi deb o'ylashyapti. Mana endi ularning yashash sharoitini kuzatamiz. Xo'sh, men aholini ko'ryapman. Nima uchun ular navbatga turishibdi? Ulardan birini aldab chaqirishim kerak. Menda bir g'oya bor. Menimcha ish bersa kerak. Nimaning tovushi edi bu? Sizlar ham eshitdingizmi? Ha, eshitdik. Borib tekshirib kel. Tushunmadim. Yana nega men borishim kerak? Chunki sen doim oxirgi navbatda turasan. Shuning uchun borib tekshirib kel. Palarangalar senlari. Nega bu yerga hech kim yo'q, xudoyim? La'nati, sal qolsa infarkt bo'lardim. Yer la'nati, bunday holimda hattoki meni buvim ham taniy olmaydi. Xavotir olmanglar, men borib tekshirib keldim. Shunchaki daraxtning tagiga kimdir zambaday sichib ketibdi. Tushunmadim, yana nega seni ovozing o'zgargan? Haligi Gorki degan yozuvchi aytgan ekan, sudraluvchilar hech qachon ucha olmas ekan. Tushunmadim, buni nima aloqasi bor? Kechirasiz, men shoshib turibman. Men o'tib ketsam maylimi? Keyin gaplashamiz. Ey, yo, va nihoyat men shahar ichidaman. 1 daqiqa janob. Tinchlikmi, o'rtoq politsiyskiy, menda biron gapingiz bormi? Shunchaki yaxshi dam oling janob. Oh, rahmat. Meni bilib qolishdimi deb o'ylabman. Xo'sh, mana shunday qilib men aholilar sivilizatsiyasiga kirib oldim. Xo'sh, men o'ylab qoldim. Bu sivilizatsiyada nima qilsam ekan? 1 daqiqa shoshmang. Axir bu portal boyvachchalar shahriga olib boradigan portal-ku. Senga bu yerga kirish man etiladi. Tushunmadim, nima uchun? Bu boyvachchalar sivilizatsiyasi. Sen u sivilizatsiyaga tushishing uchun 1 million zumrad olib kelishing kerak. Bo'pti, shoshmay turinglar. Men hali 1 million zumrad bilan qaytaman. Obbo, ishlar rasvo bo'ldi-ku. Mana endi 1 million zumradni qayerdan topsam ekan? Va nihoyat men boyvachchaman. Yo'q, bu o'xshamadi. Boshqatdan kadr olamiz. Tushunmadim, bular aqldan ozganmi nima balo? Xo'sh, ko'raylikchi, ichkarida nima bor ekan? Jennerson o'zim bilan kirka olib kelsam bo'lar ekan. Shoshma, men senga kirkamni beraman. Yo'q-e? Lekin bir kichkinagina iltimosim bor. Sen meni oilamga g'amxo'rlik qilishing kerak. Ey, men uying qayerdaligini ham bilmayman-ku. Xo'sh, bo'lib o'tgan voqeani unutamiz. Xo'sh, mana buni zumradlar makoni desa ham bo'ladi. Menga 1 million kerak xolos. Jennerson shuncha kovlab 64 ta zumrad bilan chiqdim. Tushunmadim, sizlarga nima kerak? Open bunchakka ovoz bering. Bitta nomerga 2 ta zumrad beramiz. Yo'q, rahmat. Qani bu yoqqa kel, tezda ovoz beryapman. Mana va nihoyat yetib keldik. Menimcha bu xo'jalik banki bo'lsa kerak. Demak, reja bunday. Kiramiz, ko'ramiz, o'g'irlaymiz va qochamiz. Ichi shinamgina ekan. Oy, kimdir bormi? Eshitaman janob. Men zumradlarimni, men hali gapimni oxirigacha tugatganim yo'q. Siz to'g'riga va chapga borasiz. Aha, rahmat. Xo'sh, mana endi menga g'azna kerak. Qaysi eshikka kirsam meni g'aznaga olib borarkin, ha? Jennerson, men har bir eshiklarni ochib ko'rdim, lekin g'aznadan darak ham yo'q. Mana bu qanday eshik ekan? Qani bir va nihoyat men topdim. Mana g'azna qayerda ekan? Zumradlar, tillolar hammasi meniki. Mana bu sandiqlarda nima bor ekan? La'nat yey. Hammasini bu yerdan olib ketamiz. Jennerson, bozor sumkani olish esimdan chiqdi. Bo'ldi, yetarlicha oldim. Mana endi bu yerdan quyon qilamiz. Xo'sh, men qayerdan kelgan edim? Mana bu eshikni ochib kelgan edim. Yo'q, do'yme, bu yana nima balo bo'ldi? Jennerson bankning ichida arvoh natx nima qiladi? Shoshma, axir bu arvoh natx edimi? Yana bir nechta qadam qo'ysam va nihoyat men ozodlikka chiqaman. Jennerson ish qilib kameraga tushmagan bo'lsam bo'ldi. Ay janob, shoshmang 1 daqiqa. Tushunmadim. Janob, siz mana buni unutdingiz. Yo'q, menga open budjet kerak emas. Mana endi menda yetarlicha pul bor. Endi bemalol portalga kirsam ham bo'ladi. Jennerson, mana endi portalga boradigan yo'lni topish kerak.
Janob, 10 million zumrad ishlashni xohlamaysizmi? Qancha? 10 million? Uning uchun sizga arena kerak va u sizga oyiga 10 million foyda keltiradi. Ha, yo'q, demak men mana shu arenani sotib olaman. Endi menda arena bor, puldan xavotir olmasam ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yerga tomoshabinlar kelisharmikin? Bunisi yana kim bo'ldi? Yellanatlar, haqiqatan ham kelishar ekan. Menga 2 million bersangiz, men bu yerga buvimni ko'rmadingizmi? Xush kelibsizlar aziz tomoshabinlar, nom nishoni yo'q jang arenasiga. Xo'sh, demak bizning jangchilarimiz yengib bo'lmas Golem. Chap tomondagi jangchimiz esa cho'chqadan tarqagan cho'chqa bolasi. Menimcha bu jangda Temir Golem g'olib bo'lsa kerak. Men Golemga tikaman. Kechirasiz, men Temir Golemga bor zumradlarimni tikmoqchiman. Chunki Temir Golem 100% yutishi aniq. Janob, bo'la qoling, jang kutib turmaydi. Men Golemga ishonaman. Qani Golem bo'la qol, meni uyaltirib qo'yma. Uni och biqiniga sol. Tushunmadim. Jang boshlanmasidan bu la'nati Golem o'lib qoldi-ku. Zudlik bilan meni zumradlarimni qaytarib beringlar. Bu yerda qandaydir anglashilmovchilik bo'ldi. Men bor zumradlarimni cho'chqaga tikmoqchi edim. Janob, siz bor zumradlaringizni Golemga tikdingiz. Bo'ldi, sizlar meni aldadingiz. Bu yerdan ketaman. Bir daqiqa. Axir bu mening arenam-ku, qayerga ketaman? Janob, bu arena sizga tegishlimi? Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Siz soliqlarni o'z vaqtida to'lamaganligingiz uchun arena yopiladi va tushgan foydani ham konfiskatsiya qilaman. Mana endi yana men qonuniy gadoyvachcha bo'ldim. Bunaqasi ketmaydi. Men nimadir o'ylab topishim kerak. Axir men hali boyvuchcha bo'lganim yo'q. Men tezroq boyib ketishni qandaydir yo'lini o'ylab topishim kerak. Shoshmang bir daqiqa. U yerda nimalar bo'lyapti? Kechirasiz bir daqiqa. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bizning o'yinimizda qatnashgan ishtirokchi 100 million zumrad oladi. Qancha? 100 million? Mana menda o'sha o'yinga qatnashadigan. Shoshmang, axir men bu kinoni ko'rganman. Oxirida Chonsu o'zini o'ldiradi. Xullas, qoidalarni tushuntiraman. Qoidalar juda ham oson. Mana bu ko'prikdan eson omon o'tib olsangiz 100 million zumrad sizlarniki. Bojinursun, nima muncha baland bu yer? Qani bo'la qol Namsu. Mening ismim Namyu. Menga farqi yo'q. Biz senga ishonamiz Namgu. Qadaringga la'nat senlari. Nima deding? Hech nima, havo salqin deyman. Yopirim. Jenobson temirlaganlarning ustiga tushdimi nima balo? Mana endi sening navbating Pakyunso. Ay, mening ismim Pirmat. Men bittasini topdim. Qani davom etaver, biz senga ishonamiz. Aha, tushunarli. Xo'sh, qaysiga sakrash kerak edi? Biz deyarli yetib keldikmi? Biz hali boshlaganimiz ham yo'q. Agar gaping rost bo'lsa, qani oldinga tushgin. Men bittasini topdim. Keyingilari sizlar bilasizlar. Hammanga o'rgataverib o'zimga qolmadi. Endi kimning navbati edi? Tushunmadim, u kimni kutyapti? Biz deyarli yetib keldik. Endi mening navbatim. Qani, yopirim. Platforma sindi, lekin men o'lmadim. Mana maqtanma g'oz, hunaring oz deylar. Men tushunmadim, u nimani kutyapti? Mana oxirgi platforma qoldi. Men yutdim. Menimcha narigi o'yinchini Wi-Fi qotib qolganga o'xshaydi. Jinurson 100 million deb yarmini berishdi ablahlar. Qolgan yarmini so'rasam, qolgan yarmi remontga ketadi deydi. Menga qara balaksalak. Qara meni ortimdan yur. Meni xo'jayinim seni kutyapti. Yo'q. Qara pastga tushamiz. Yo'q, men tushmayman. Bu yer chang ekan. Pastga tushganman. Seni xo'jayiningni menda nima gapi bor ekan? Hozir borsak o'zidan so'raysan. Men uni oldiga kelganim uchun menga to'lov to'laydimi? Meni xo'jayinimni qo'li yengil. U hech qachon hech kimni xafa qilib qo'ymaydi. Hozir eshikni ochaman va sen kirasan. Qani, shu yerga kelgunimcha hamma yo'g'im chang bo'ldi. Xo'sh, menda ishingiz bor edimi? Yana shu g'alati qo'riqchilar. Qani, Qoravoy yaqinroq kelchi. Eshitishim bo'yicha senga pul kerak. Ha, janob, shunday. Demak bunday, biz shu shaharning mafiyalari bo'lamiz. Xullas, shahardan bir kishini yo'qotish kerak. Agar sen hammasini yaxshi uddalasang, men senga yaxshigina haq to'layman. Mana bu qurolni olganda shahardagi eng baland binoning ustiga chiqasan. Menda bir savol bor. O'zi bu yerdan chiqgunimcha bir hafta vaqtim o'tadi. Men baland binoga qachon chiqaman? Bo'pti, yig'lama, biz seni teleportatsiya qilamiz. Mana bu gap boshqa. Yolg'onchilar, 3 kun deganda shu baland binoning ustiga chiqdim. Qo'yish janob, men o'z joyimdaman. Kimni yo'qotish kerak edi? Xullas, quloq sol, yashil kiyinib olgan bir tasqara bor. U shu atrofda yuribdi. Men hozircha unday kiyingan kiyimlik aholini ko'rmadim. Menimcha men topdim. Barakalla, qani tezroq uni yo'q qil. Qaysi birini birinchi, yosh bolanimi yoki qariyanimi?
Ha, o'shani. Yo'q, yosh bolani emas, qariyani. Qaysi birini, yosh bolanimi? Qaysi yosh bolani aytyapsan, Galbars? Qariyani o'ldir deyapman. Uning ustida yashil kiyimi bor. Aha, bo'ldi, tushundim. Baqirmang, qulog'im teshildi. Yosh bola qolib ketdi-ku. Jin ursin sen la'natini, yosh bolani qayerda ko'ryapsan deyapman. La'nati, va nihoyat men o'z pullarimni qo'lga kiritdim. Mana endi portal tomonga borsam ham bo'laveradi. Qani yo'ldan qoshlaring, ko'rmayapsanmi? Men kelyapman. Xullas, hozir meni davrimda yashab qollaring. Mana buni olginda o'zlaringni tiklab olaring. Shoshmang, axir bizning tugatilmagan ishimiz bor edi. Va nihoyat men Groxni o'ldirdim. Ko'rdingmi, men Groxni qanday qilib o'ldirdim? Oy, men senga aytayapman. Tushunmadim, nima deyapti u balaksalak? Meni o'ldiradigan hali dunyoga kelgani yo'q. Meni Grox deb qo'yibdilar. Aloqa! Mana endi ishimiz bitdi. La'nati, hammaga salom yana bir bor. Keyingi videolarni tezroq chiqishini xohlasangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qoyil, Grox yo'q, soliqlar ham yo'q. Tushunmadim, men bir past yo'qligimda aholi o'zidan ketibdi-ku.